O'rtoqlar, Xatirchi markazida 7,5-8 sotikka mo'ljallangan kadastri bor hovli joyimiz sotuvda. Manzilni tushuntirib o'taman. Xatirchi markazida hamma biladi. 10-maktabdan kelaverishlaringda o'rtoqlar ko'prikdan o'tasizlar va mana shu 10 metr 20 metrda o'ng tomonlaringda keladi. Bu yo'q esa O'zbekiston askar xullas 8-brigada yo'li o'rtoqlar. Yo'lning yoqasida joylashgan zo'r savdo majmuasi qilsanglar ham bo'ladi. Faqatgina birinchi etajlarini o'rtoqlar xohlasanglar ustaxona qilsanglar ham bo'ladi. Gaz svetlarda hech qanaqa muammo yo'q. Ariqda suvlar oqib turibdi. Oldida ham anchagina kengish joy. Xullas, kelinglar ichlarini birma-bir tushuntirib o'taman. Ichi ham anchagina kengish o'rtoqlar ko'rsanglar bo'ladi. Betonlarini o'ziga armatura yaxshi qo'yilgan, tepasiga ikkinchi etajiga temirlar tashlangan. Ichini ko'rsanglar bo'ladi. Xullas, bemalol ustaxonaga deb o'zi aslida ustaxona qilinadi deb mana shunaqa chuqurlar qoldirib ketilgan. Agarda magazin qiladigan bo'lsanglar, bemalol ushbu magazinga mo'ljallangan zo'r kengish joy. Ikkinchi etajdan chiqadigan zinalar bor, orqa hovliga o'tadigan eshiklar tashab ketilgan. Endi bo'lsa kelinglar hovlimizning orqa tomoni birma-bir tushuntirib o'taman. Orqa maydonini ko'rsanglar bo'ladi, anchagina kengish, meva daraxtlar tayyor hosilga kirgan ko'rsanglar bo'ladi. Bu hovlimizning orqa tomoni.